otasiga mashina sovg'a qildi. Shunga ham bir haqiga duo qilib qo'ying deb iltimos qilganlar. Otasiga agar mashina sovg'a qilgan bo'lsa, o'zi domlani duo qiladigan bo'lib qopti-ku bu. Birodarlar, bir qiziq voqea bo'ladi. Bir ahli ilm akamiz bilan katta bir mashinalarga o'tiramiz. Men yo'llarda ketaman-u, betonkada bir Cobalt, oq Cobalt bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan Cobaltga, orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa, yonimizdagi ustoz, "Hoy, ta'sir, ta'sir, shoshmang" deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishda. Borib, katta mashinada o'tiribmiz. Juda qimmat mashina. Haligi bolalarga borib, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Aka, tinchlikmi? Hech narsa qilmadik sizga. Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana bu mashina zo'rmi dedi. Mashinasini ko'rsatdi. Aka, bu zo'r mashina. Barakallah. O'zing uchun bilib qo'ylaring bolalar. Hozir senlarning oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Seni mashinangdan zo'r mashina yo'q, chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mana otam o'lib ketgan. Men endi tankka haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinaga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim deydi. Otangga rahmat seni degani orqangdan quvib keldim deydi. Otasiga, onasiga bir narsa sovg'a qilaman deb yurgan bola Xudoga yaqin bola bo'ladi u.